Assalomu alaykum hammaga. Janubiy Koreyadan alangali salomlar. Janubiy Koreyada mana shunaqangi yurib turgan mashinani holati yaxshi. İç ko'rinishlari ham hammasi joyida. Hech qanaqa motorda hech qanaqa kamchiligi yo'q. Mana shu mashinani o'zim metallonga topshirib yuboraman. 384 ming yurgan. Shu boisdan ham ko'chada sotish imkoniyati yo'q. Buni hech kim olmaydi. Motori yaxshi holatda bo'lsa ham. Shu boisdan ham mashina hozir mana shu metallonga olib keldim. 안녕하세요. 배차 올 거예요, 배차. Olib keldim. Ayoq o'ng qo'ldagi mashinalar hammasi metallonga topshiradigan, mana bu chap qo'ldagilar hammasi ishchilarning mashinasi. Yurib turgan mashinani kim metallonga topshiradi mana shunaqa. Faqatgina bu Janubiy Koreyada bo'ladi mana shunaqa holatlar. Mashinani ishlashi juda ham zo'r, motor holatlari juda ham ideal darajada. Ichi ham holati zo'r. Lekin menga afsuski mashina 384 ming yurganligi uchun sotilmoqda. Bundan boshqa mashina olganman. Hech qanaqa kamchiligi yo'q. Hech qanaqa narsa yo'q. Xudo xolasa topshirib yuboramiz metallonga. Mashinaning hujjatini olib kelganmiz. Shunday hujjatini olib topshirib yuboramiz. 사무실 이쪽이요?